أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihson va inoyat bilan At-Tafsirul Muyassar degan bu tafsirning o'zining darsimiz davom qilgan bo'lib, Ali Imron surasi va 166 oyatga kelib to'xtab qolib ekanmiz. Kelib to'xtab qolganning o'zidan darsimizni davomlashtirishga tirishamiz inshaalloh. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uygurca tercümesi. İki kuşun uçraşkan günde, yani Müslümanlar bilen müşrikler tokunuşkan Uhud jangida sizlarga kelgan musibat Allohning irodasi bilan kelgandir. Allohning irodasi bilan kelgandir. Bu haqiqiy mu'minlarni bilish, ya'ni ayirish uchundir. Va munofiqlarni bilish, ya'ni ayirish uchundirki,
ularga kilinglar, Allah yolida uruş qilinglar yoki o'zinglarni qo'g'langlar deyilsa, ular urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga agishatdiq, ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilatdiq dedi. U kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin edi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni egizlarida dedi. Ular yushurganni, ya'ni nifoq bilan mushriklikni Alloh obdan biladi. Bu yana Allohning urush chiqishni xohlamagan munofiqlarni ayirish uchundirki, ular uylarida o'ltirib qarindoshlarga agar ular, ya'ni mu'minlar bizga bo'ysungan bo'lsa, ya'ni nasihatimizni anglab urushdan qaytgan bo'lsa, o'ltirilmaydi dedi. Ey Muhammad, bu munofiqlarga aytqinki, agar urushqa chiqmaslik o'limdan qutuldirgan bo'lsa, o'limni o'zinglardan dafi qilib beqinglar. Agar davoyinglarda rostsil bo'lsanglar, Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagin. Balki ular tirik bo'lib, Allohning dargohidagi rizqidan bahramand qilinadi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirib turiladi. Ular Allohning o'zlariga bergan fazlidan xursanddir. O'zlarining orqasidan tex yetib kelmagan, ya'ni shahid bo'lmay tirik qolgan qarindoshlarga oxiratdan na qo'rqinch, dunyodan ayrilganligiga na qayg'u yo'q ekanligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Ular Alloh tarafidan berilgan ne'mat va fazlni, mu'minlarning ajrini Allohning bekor qilib o'tmaydiganligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Uhud g'azida yaralangandan keyin Allohning va payg'ambarining chaqiriqiga ovoz qo'shganlar, ular ya'ni mu'minlardan yaxshi amallarni qilganlar va taqvodorlik qilganlar cho'ng savobga erishadi. Mushriklar tarafdori bo'lgan odamlar ularga shak shubhasizki kishilar, ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi, ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytdi. Ular bizga Alloh kifoya, Alloh nima degan yaxshi homiy dedi. Xo'sh, وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وما وقع بكم من جراح أو قتل في غزوة أحد يوم التقى جمع المؤمنين وجمع المشركين فكان النصر للمؤمنين أولا ثم للمشركين ثانيا فذلك كله بقضاء الله وقدره وليظهر ما علمه الله في الأزل ليميز المؤمنين الصادقين منكم. Sizlarga jarohatlanishdan iborat, o'ltirilishdan iborat Uhud urushida yuz bergan narsa, ya'ni Uhud urushi Hijriyaninki 3-yili yuz bergan urush. Sizlarga jarohatdan iborat, jarohatlanish, o'ltirishdan iborat Uhud urushida yuz bergan narsa mu'minlar bilan mushriklar to'pi ushqishgan kunda g'alaba dastlida mu'minlar uchun bo'lgan. Onundan keyin ikkinchi bo'lib mushriklar uchun bo'lib qoldi oxirida. Shuning hammasi Allohning o'rinlashtirishlan va Allohning oldinala bekitishlan bo'lgan. Allah uni azaldan bilgan narsani bir o'ttirib chiqish uchun
Nima uchun? Rastçıl müminlarni sizlarning aranglardan bo'lgan rastçıl müminlarni arish uchun. وَلِيَعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَشَفَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ حِينَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ لَهُمْ تعالوا قاتلوا معنا في سبيل الله أو كونوا عونا لنا بتكسيركم سوادنا فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون أحدا لكنا معكم عليهم هم للكفر في هذا اليوم أقرب منهم للإيمان لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يخفون في صدورهم. Allah ve tanki bilgey münafıklarını ki وَلِيَعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ الَّذ۪ينَ كَشَفَ اللّٰهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Elbette bilgey münafıklarını ki aşkar kıldı Allah subhanahu teala bu münafıklarının kalblik baba nesin üzerine ço Allah onu aşkar kırıp müşriksiz başkala onun oturuğu koygay için Allah subhanahu teala bu xil urushlarning üzerine deslivde galibe müminler için bosmu keyin bu xil nima keyin müşriklar oldu. Müminler o kunlarda oңursuzluk duch keldi. Hammasi Allah subhanahu taoloning o'rinlashtirishi va oldinala bekitishlar bo'lgan deydi. O'z vaqtida dedi müminler bu munofiqlar uchun. Kelinglar, urushinglar biz bilan birga Alloh yo'l jihad qilinglar dedi. Yoki bizgacha yordam bo'linglar. Sizlarning ko'p qilishinglar, sizlarning ko'paytishinglar bilan bizningki nimamizni, ko'p sonliqimizni, savad, ya'ni ko'p sonliq Rahim sonimizni ko'paytirish uchun bizga yordam bo'linglar dedi. Ular dediki, agar bilsak biz cho'qim sizlar urush qilsizlar, bir kim urush qilganlarni biz bildigan bo'lsak, albatta sizlar biz ashlarning qarshisida bo'lgan bo'ladi. Albatta biz sizlar bilan birga bir safda ashlarning alayhim qarshisida biz urushgan bo'lardik. Ular olsa shu kunning o'zida ular kufrga uning qaraganda o kufrga ularcha kufrga kunuz yaqaraqdir. Ularning iymon qaraganda kufrga sal yaqaraqdir ashlar. Şuna bu nim dedi ular Allah'ın ularnınki kalbidikini Allah otur koydu. Paş kıldı. Çünkü ular ağzırlan dertide o. Konuda bommuğanını. Allah o konuda yuşuruğan nesini en bak bilgiçidir. هؤلاء المنافقون هم الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع المسلمين في حربهم المشركين يوم أحد لو أطاعنا هؤلاء ما قتلوا قل لهم أيها الرسول فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا ولو أنكم قد نجوتم منه بقعودكم عن القتال. منافقة. Ula kim? Ula humullezine qa'adu. Bu öylerde olturuvagan, uruş cihatı çıkmagan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davetiga davetini icabet kılmagan. Bu münafıklar olsa uyda olturuvaganlar. Dedi bula özlerinin kırındaşları için ki bu Müslümanlar bilen birlikte yarlangan, musibet olan bu kırındaşları için şundak dedi. Dedi ola özlerinin kırındaşları için ki yarlangan.
musulmonlar bilan birga shu urushga chiqib yaralanganlar uchun shunday dediki, u qarindoshlarining urush qilishida mushriklarga urush qilishida Uhud kuni mushriklarga urush qilishida musulmonlar bilan birlikda chiqqan qarindoshlar uchun shundoq dedi. Nima deb? Agar bizga oshla chiqqan bo'lsa, nima bo'ysungan bo'lsa edi. Agar bo'ysungan bo'lsa bizga oshlar, osh qarindoshlarimiz musulmonlar bilan birga urushga chiqqanlar bizga bo'ysungan bo'lsa edi, ular o'ldirilmagan bo'ladi deb. Degani Muhammad alayhisolatu vassalam shu mushriklar uchun فادعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم. Ondaqda sizlar özlərinlərdən ölümni müdafiə etməklər. Əgər sizlərinin davayanızda rastçıl bolğan bolsanlar. Çoxum ular əgər itaat qılgan bolsalar, sizlər itaat qılgan bolsa öldürülməyən bolatdı. Və çoxum sizlər o ölümdən qutulğan bolatdınlar. Sizlərдің bu uruşsunçu olturu ölüşləm degen muş davayanlarda rastçıl bolğan bolsanlar, tamam özlərini andaqda ölümdən bir müdafiə etməklər. ولا تظنن أيها النبي أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات لا يحسون شيئا بل هم أحياء حياة برزخية في جوار ربهم الذي جاهدوا من أجله وماتوا في سبيله يجري عليهم رزقهم في الجنة وينعمون. Ey Peygamber! Bu Allah yolunda öldürülgenlerinin üzüne binasını sıkınmaylıgan ülük dep mundaq oylamagın. Belkim ula tiriktir. Bir berzah hayatıda yaşaydıqallardır. Özlerinin perverdigarının huzuruda. Ki cihat kantı ula ay perverdigarı şullam cihat kantı ula demek tirik. Ve öldü bula, o Allah öldü. Cari oladı bulanın üstüge ularının rızkı, cennetki rızkı cari meyip ekip durdu. Ve ula huzurlandırıldı o cennette. لقد عمتهم السعادة حين من الله عليهم فأعطاهم من عظيم جوده وواسع كرمه من النعيم والرضا ما تقر به أعينهم وهم يفرحون بإخوانهم المجاهدين الذين فارقوهم وهم أحياء ليفوزوا كما فازوا لعلمهم أنهم سينالون من الخير الذي نالوه إذا استشهدوا في سبيل الله مخلصين له وأن لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمور الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. Elbet çokum umum mübkette ulağa öz məqsəd yetiş, bəxt saadet ulağa şu umum mübket o Allah yolunda şehit kılınğanlara. Çünkü Allah bir vaqtda ihsan qıldı, Allah Taala ularga ihsan qıldı, öz fazl merhametini ularga berdi. Ularga ço özünki katta sahiyligidan berdi Cenab-ı Allah. Ve özünün keng şundaq keremligidan, nimettin ve ridadan ibaret bir narsa ki xursand boludu inanlan özlerini ularning közleri xursand bolgan müşna narsani berdi. Ula xursand boludu ula. Özlerininki mücahit olan qarindoshlarlarki
ula olsuçu öy makandan ayrılgan yoki ular u qarindoshlardan ayrılgan ki bular yaşavatkan ular ölüp ketken bular candan mesela bular Allah'ın huzurda tapıdığan karargahını tapkan Allah'ın muşundak nimsige ken nimet ve rızasına erişken bulardan ayrılgan ama kaldı qarindoshları bular tirekdeki bular mıynak cihatga chiqqan mushundaq qarindoshlardan ular naytni bo'ladi xursand bo'ladi nima uchun toinki ularmu nim bo'lg'ay uchun liyapuzu kama pazu qandaqki ular o'z maqsadiga yetgan o'xshash ularmu o'z maqsadiga yetsin uchun ular xursand bo'ladi ularning bilganlikning jahdidan nima uchun shuniki chuqum ular pat fursatda ular eğer Allah yolunda hakiki Allah ihlas qilgan alda Allah yolunda şehit kılınsa ular erişken yaxşılıkka ulamı pat fursatda erişidiganligini bilganlikning jahdidan ularningcha o'zlari arzu qilgan o'z maqsadiga yetgan mushu arzuning o'zini arzu qiladi va shuning uchun yo'q ularga oxiratning ishlarida bundan keyin kelmoqchi bo'lgan ishlarda qo'rqinch degan gap yo'q va ular dunyoninki mol matolardan tushak tushak narsa keraklardan qo'ldan chiqarib qo'ygan narsa qarta g'am qilish yo'q demak ularning qo'ldan chiqarib qo'yganidan erishgini jiq bo'ladi demak وإنهم في فرحة غامرة بما أعطوا من نعم الله وجزيل عطائه وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين به بل ينميه ويزيده من فضله çukum o müminler Allah yolunda şehit kılınmış müminler olsa naiti fi farhatin gamira umumyüzlük şunda bir hoşallık içinde olur. Allah özlerinin nimetlerinden ibaret ve mol mükafatlarından ibaret birilgen nesle bilen. Hakikaten Allah subhanahu wa ta'ala müminlerinin ecir mukafını bekar çıkarıp etmeydi. Belkim bu ecirni östürüp onunla öz fazliden bu ecirni haslep köpeytip durdu. الذين لبوا نداء الله ورسوله الذين لبوا نداء الله ورسوله وخرجوا في أعقاب المشركين إلى حمراء الأسد بعد هزيمتهم في غزوة أحد مع ما كان بهم من آلام وجراح وبذلوا غاية جهدهم والتزموا بهدي نبيهم للمحسنين منهم والمتقين ثواب عظيم Allah'ın çakırığı, Allah'ın peygamberinin çakırığı avaz koşqanlar ve müşriklerin akıslamlar Hamra'ul Asad degeni özge çıqqanlar. Hamra'ul Asad bu Medine Münevver'den 12 kilometre etrafı keladigan şu şimal qaraq bir hazırkı şu Uhud uruş bo'lgan yani üzerinde. Şu Müşe'nin üzündeydi Hamra'ul Asad deb. Müşe'ye chiqqanlar ular mag'lub bo'lgandan keyin Uhud urushida ma kana bihim min alamin. Bir narsaniki bu ularga nurg'un bir xil alam va dard va jarohatlanishdan bo'ldi ular. Va beg'ishildi ular. O'zining tirishchanliklarining barini beg'ishildi. Va o'zining payg'ambarining hadisini mustahkam tutdi. Mushundaqlar bular. Ulardan mujnaq yaxshi qilganlarga va taqvodorlarga keng ko'lamda ajr va savob bor.
kat savab ve ecir var idi. وهم الذين قال لهم بعض المشركين إن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا أمرهم على الرجوع إليكم لاستعصالكم فاحذروهم واتقوا لقاءهم فإنه لا طاقة لكم بهم فزادهم ذلك التخويف يقينا وتصديقا بوعد الله لهم ولم يسنهم ذلك عن عزمهم فساروا إلى حيث شاء الله وقالوا حسبنا الله أي كافينا ونعم الوكيل المفوض إليه تدبير عباده. O müminler, o müminler için bazı müşrikler şunlar dedi. Ne edip hakikaten Abu Sufyan ve Abu Sufyan bilan birga bo'lganlar hakikaten o'zining ish kuchlarini bir nimaga sizlarga qaytib kelib sizlarni yulib tashlab o'tish uchun ishlarini birlashtirdi bular deb mana dedi. Ulardan ogoh bo'linglar, diqqat qilinglar va ular ushqab qilishdan saqlaninglar. Ularga sizlar hargizcha kuching yetmaydi. Sizlar uchun ular bilan tig'ma-tig' ro'paro turishga toqating yo'q deb ba'zilar shunday dedi. Ularni bu xil qo'rqitish texima bularga bu Allohning Rasulining va'dasi bo'lgan iymonni oshiryapti. Texima ishonch va tasdiqni. Ular bo'lgan Allohning va'dasi bo'lgan ishonchni nihoyatcha ziyoda qilyapti ularni u qo'rqitishi. Hargiz ularni shu ep kelgan xabar ularninki keskin bir belbag'liqlikdan iborat. U ep kelgan u xabar ularnicha hargiz chekindiramadi, orqaga yondiramadi. Ular Allah xohlagan yerga mandi ular. Dedi ular bizning kifoyamiz Allohdir. Yani Allah bizi kifoya deb. Acayip yaxshi bir vakilki topshirilgan u vakilgicha o'zining bandalarining tadbir ish kuchlarini topshirilgan acayip bir yaxshi vakil deb. Xo'sh, bugungi darsimiz vaqt itibari bilan mushundan kifoya qilamiz. Darsimizin davomi Alloh xolisa ati bo'lgan bo'ladi. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.